Assalomu alaykum aziz omnachilarimiz. Hammalarini sog' salomat ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Hammalaringiz bilan bir kuzatib turgan omnachilarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga mana mol qilib yurgan, hali enabola olardim, yaxshiroq chiqib qolsa deyotgan akalarimiz, pulni qimmatli qilayotganlar bo'lsa, enabola, mana shular enabolasicha qimmatroq bo'lyapti. Novoz tug'ib qo'ysa xudo beryapti odamlarga, bilyapsizlar. Mana bitta kuchlik variantdan kelib qoldi o'zimizga. Yo'llarchi bitta tuqqan ikkinchisiga bo'g'oz deyapti egasi bizga berdi aylanib. Biz ikkita tuqqan uchinchisiga bo'g'ozni beramiz. Nima deysizlar mana shu molga mana. Tug'ishiga 10 kun, 15 kun qoldi, xudo xolasa. Mol o'ta sifat, kallalari chiroyli mana. Yo'llarchi mana. Jonivor nihoyatda sifatli narsa. Chandirni qaylar. Chandiram o'zi ham bir xamirjom ekanda, o'qaylar. Nima kerak yana? Kelash, o'g'aylar. Og'alarni tepagacha tirishtirish bo'lyapti. Yo'llarchi. Mana shu molimiz sotuvda akalar. Mana yuvoshligi o'ta yuvosh. Orqa, oldi demas ekan. Mana. Yelinlari ham 4 joyda. To'rov yelin 4 joyda. Mana. Mana. Yosh bola kelib o'ynab o'tiraverar ekan tayda. Voy, yosh bola ketib qoldi deyilmas ekan. Tug'ishiga oz qoldi, xudo xolasa. Hop. Mol tayyor. Yelinlari уже mana yo'llarda. Tepani. Yelindan 4 joyda. Yelin soppagan. Mana tomirlari ko'ryapsizlarmi? Tomirlari o'zi ham mana shu o'ta yo'g'on ekan. Kelgan ko'ryapsizlarmi mana? Bo'laman. Akalar, aytganimdek yoshlarni aytib o'tdim. Ikkinchi bolasini deb berdi menga. Men uchinchi bolasini sotyapman. Sababi bizdan olgan odam maza qilsin. Kimdir kelsa, nechinchi bolasi ekan desa, uchinchisini berdi desanglar, bu mol undan yoshga o'xshayapti, ikkita tuqqan ekan desa xursand bo'lib qolasizlar. Hozir ikkinchisini deb bersa bu mol sizlarga akalar, kimdir ko'rib, bu uchinchi bolasi ekan deb bo'lsa, dilxirali bo'lib qolmasin. Aynan uchun mol sizlarga uchinchi bolasini tug'adi deb beramiz. Ikkita tuqqan uchinchisiga bo'g'oz deb beramiz, xudo xolasa. Yemak, ichmak, tanajon sog'ligi biz bo'ynimizda. Xo'p. Ko'rlarchi, o'ta tanasi toza, taylari kelishgan 30-40 millionlik mol sutini beradigan mol chiqadi, xudo xolasa akalar. 10 tadan oshib berursa kerak tursa, xudo xolasa inshaalloh. Endi avvalo xudo. Yedirasizlar, sog'asizlar akalar moldan. Ko'rlarda kuchli narsa. Uzun. Uzunligi uzun. Ko'rib qo'yasizlar. Ko'tlari kengligi keng. Mana, kallalari chiroyli. Hamma yo'q go'zal moldi. Akalar, narxiga keladigan bo'lsa eng qiziq joyi, 22 million so'm kami bor, vodiy bo'ladi sapkasi bor akalar, ko'rlarchi. Mana. Bozorda yo'q narxlar bizda bo'lar ekan faqat. Bozorda unaqa narx yo'q hozir. Onqaylar mana. Onqaylar. Taydi qarang, taydi qarang. Taydi qarang, hoji aka, sutni yoradigan mol chiqadi, xudo xolasa, qarang. O'ng chap tanlamaydi. Men ketyapman mana. O'ng tomondan borasizmi, chap tomondan borasizmi, qizig'i yo'q. Tak. Soqsiz mana, vaz bo'ladi-da, xudo xolasa. Sut chiqishlari. Tayni qaranglar akalar. Jonivorni qarang. Buni yetalab ko'rsatishimiz kerak o'zasizda sizlarga-yu. Hozir men o'zim hayotni ko'raman. Mol yurib bersa agar. Bor. Yo'llar chekalar. Mana mol. Tug'ishiga oz qolgan. Mol akalar, hisobga olib qo'yasizlar. Mana kechga 2 choyli emas. 10 kunda xudo xolasa lop etib bo'ladi novoz tug'ish. Hayt. Bor. Bor. O'g'illar akalar, ko'rlarchi. Jonivor, joni sog' bo'lsin. Qo'yib olib tursa ham mana men kelishni ushlasham ushlataverar ekanda. 22 million so'm. Bosib olasizlarmi akalar, mana shuni mol qilib olasizlarmi? Ko'rlarchi mana kalla tomonlari. On qaranglar. Mana mol sifatiga ko'rib qo'yinglar, sifatini ham. On qaranglar. Ya Alloh, maşallah. Ko'ringlar-da. Mana. Akalar nima deymiz mana shu molga? Like. Yo, daraxtga osilma.
Daraxtga osilma. Ho'sh. Mana. Akalar, mol narxi 22 million. 10 kunga bormay to'g'ri xudo xolasa. Ko'ringlar mana. Jonivorni. Yuvosh. Telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz. 91 607 04 ga telefon qilasizlar akalar. Bor. Ha, jonivor. Makallar akalar. Bitta tuqqan, ikkita tuqqanga beraveramiz akalar. 3-bolasini olib olasizlar. Aytganimizdek, kimdir mol yo'q bo'lsa so'rsam bo'laveramiz mana. Mana. Ke canlar, ke. Ko'rsat o'zingni. Bu qayt. Akalar, nima deysizlar mana shu molga mana? Joning sog' yur. Deb qo'yishdan boshqa ilojimiz yo'q-da mana, xudo xolasa aka. Mana. Tagiga endi ishkalat ko'ryapsizlar. Akalar, kimga kerak bo'lsa telefon qilib aloqaga chiqsin. Molli bo'lib qoladi akalar, ko'ringlar mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun sizlarga ko'rsatadigan molimiz shu edi. Mana akalar.